Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Azat. Bugun chorshanba. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsilatı olsun. Xitay xalq to'rining 2 ayning 5 kundagi xabarda bildirilishicha, 1 ayning 29 kundan 2 ayning 5 kunigacha Xitoy tashqi ishlar va madaniyat almashtirish markazi atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining madaniyat va sayohat tarmoqlari, Qatardagi bosh elchixonasi, Arab Birlashma Xalifaligidagi bosh elchixonasi, Dubaydagi bosh konsulxona qatorliqlar bilan birlashib, Arab Birlashma Xalifaligidagi Xitoy madaniyat markazi Qatar va Arab Birlashma Xalifaligi qatorliq joylarda atalmış Şinjan madaniyat tashviqoti haftaligi o'tkazgan. Bu faoliyat cho'ng tipdagi muzika, usul, she'r va rassomlik, Şinjan yaxshi joy nomidagi teatr qatorliq mazmunlarni o'ziga olgan. Yana undan boshqa chag'anliq alohida faoliyat Dubay Xo'shal Buloq bayrami butxona yarmarkasi, atalmış Şinjan yaxshi joy nomli fotograf ko'rgazmasi, Şinjan shaklsiz madaniyat maroslari, madaniyat va ijodiy sovg'at ko'rgazmasi, Şinjan haqida hujjatli film, shundaqla madaniyat almashtirish va sayohatni ilgari surish faoliyatlari qatorliq atalmış Şinjan yaxshi joy temasidagi Xitoyning Şinjanning ijtimoiy taraqqiyot muvaffaqiyatlarini namoyon qilishni asos qilgan bir qator faoliyatlar olib berilgan. Xitoyning bu qatimliq tashviqot faoliyati Xitoy tajovuzchilarining Arab Birlashma Xalifaligi va Qatar qatorliq arab davlatlari bilan uzun muddatli almashtirish va birlashish natijasi orqali shakllangan faoliyat bo'lib, Xitoy bu faoliyat orqali atalmış Şinjanning ko'p xillashgan, bir gavdalashgan va mo'l madaniyatini namoyon qilib, xalqaro jamiyatning bu rayonga bo'lgan tonishini kuchaytirib, atalmış Şinjanning yaxshi obrazini tiklab, Şinjan yaxshi joy markasining xalqarodagi ta'sirini kuchaytirib, madaniyat sayohat sohasidagi xalqaro hamkorlikni texnik ilgari surishga yaxshi asos solganligini bildirgan. Xitoy Tanıtı xabar to'rining 6 fevraldagi xabarda deyilishicha, atalmış avtonom rayonlik tabiiy boylik bo'limi yo'l qo'ygan va avtonom rayonlik geologiya idorasi 1-rayon geologiyalik tekshirish guruhi tomonidan olib berilgan Şinjan geologiyalik yodgorliklarni tekshirish va baholash turining tadqiqot natijasi ko'rsatilishicha, hozir qadar avtonom rayon yoki uningdan yuqori darajalik 634 muhim geologiyalik yodgorlik payqalgan. Xitoy 2003-yillik geologiyalik yodgorliklarni tekshirish va baholashni tashkillashga boshlagandan buyon bir qator muhim geologiyalik yodgorliklarni payqagan va aniqlab chiqqan. Sharq Turkistondagi bu qadimiy meros boyliqlari qatlamliq arxiv, tosh arxivi, suv gavdasi yer shakli, yanardog' yer shakli qatorliq 12 tur va uningdan boshqa 36 turni o'z ichiga olgan bo'lib, avtonom rayon darajalik, o'lka darajalik, davlat darajalik va dunyo darajalik qatorliq darajalarga ayrilgan. Buning ichida 243 asosiy geologiyalik o'rin, 385 yer shakli va manzil rayoni, 6 geologiyalik afat rayoni va 6000 dan ortiq geologiyalik meros o'rni bor bo'lib, buning ichida dunyoviy darajalik o'rindan 248 bor ekan. Geologiyalik yodgorliklar yer sharining tadrijiy taraqqiyotining uzun geologiyalik tarixiy jarayonda har xil ishki va tashqi harakatchan geologiyalik jarayonlar sababidan shakllangan, taraqqiy qilgan va qoldirilgan qimmatlik, qayta hosil bo'lmaydigan geologiyalik tabiiy merosni ko'rsatgan. Xitoy Sharq Turkistondagi bu tabiiy afzalliklardan foydalanib, geologiyalik bog'cha, qumliq, suvliq yer va bog'cha ham manzillik joylar qatorliq bir qism a'lo sifatli geologiyalik tabiiy yodgorliklarni taraqqiy qildirish orqali Sharq Turkiston sayohatchiligining taraqqiyotini ilgari surib, ko'rinarli iqtisodiy unum hosil qilganligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.